Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Tradeway kanali. Bugungi videoroligimizda biz sizlar bilan Pocket Option saytidan pul ishlash haqida gaplashib o'tamiz. Bundan oldingi videolarda sizlarga bu saytdan registratsiyadan o'tish, verifikatsiyadan o'tish va saytda polniy interfeysini tushuntirib berdim. Bugungi videoda sizlar bilan tex analiz qilib, сделкаlar ochib, pul ishlashga harakat qilamiz. Demak, balansimizda $291 bor. Biz bu yerdan summani qo'yishimiz kerak. Biz $10 dan boshlaymiz. сделкаlar ochishni biz martingale strategiyasini qo'llamaymiz. Prosta faqat $10lik сделкаlar ochib boramiz. Summani ko'paytirmaymiz ham, kamaytirmasdan faqat shu summada ochamiz. Demak, biz aytib o'tgandek tex analiz qilamiz. Tex analiz qilish uchun biz birinchi bo'lib time frame ni kattaroq minutliga qo'yib olamiz. Demak, birinchi bo'lib 10 minutliga qo'yishimiz kerak. Bu yerda ko'rib turganinglardek, bozor sirazi pastga tushib ketgan va sekin-sekin endi tepaga qarab ketyapti. Bunaqa paytlar biz bu valyutani tashlab ketishimiz kerak. Keyingi valyutalarda ko'ramiz. Mana bu valyutada ko'rib turganinglardek yaxshi holat bo'lyapti. Bu yerdan biz tepaga qarab сделка ochsak ham bo'ladi. Kelinglar biz 2 minutdan tepaga qarab ikkita сделка ochib qo'yamiz. Demak, tepaga qarab ochdik. Bu yerda ko'rishinglar mumkin, bozor pastga qarab yurib kelayotganda va bitta katta soya bilan uje bozor sekin yana bitta ikkita switcha tepaga yurib berish kerak. Nega bitta ikkita switcha? Hozir ko'rib turganinglardek 10 minutlik time frame da biz analiz qilyapmiz. O'shaning uchun yaxshi bizga bozor ko'rinyapti. 15 minutlik time frame ga ham qo'ysak, bu yerda ham ko'rib turganinglardek bitta narx tushib bergan, uzun soya qoldirgan. Endi bozor bizga tepaga qarab yurib ketish kerak. Kelinglar biz 30 sekundlik time frame ga qo'yamiz va ko'rishinglar mumkin, bizning сделкamiz hozirda yaxshi tepaga yurib berdi. Agar sal vohliroq ko'rganimizda mana shu yerdan biz сделкаga kirgan bo'lardik. Lekin ko'rishinglar mumkin, hozir bu ikkita сделкamiz bizga plusga yopilsa, $9 dan общий $18 biz foyda olishimiz mumkin. Xuddi shu tariqa o'zingizlar agar tex analiz qilmoqchi bo'lsanglar, birinchi bo'lib kattaroq switchadan, ya'ni kattaroq time frame ga qo'yib analiz qilishinglarni tavsiya etaman. O'shanda bozorni yaxshiroq ko'rib, yaxshiroq analiz qilsanglar bo'ladi. Bu yerda ham kichkina повышающий trend bor, bozor pastga kelib tushgan. Bu yerdan yana sekin tepaga qarab ketish kerak. Liniyalarni ham chizib ko'rsatsam bo'ladi. Kelinglar, mayli bitta luch bilan ko'rsatib beraman. Bu yerda mana aytib o'tgandek, kichkinagina повышающий trend bor. Ya'ni bozor sekin tepaga qarab yurib ketish kerak bu yerda. Mana bu yerda birinchi tochkasi bor, bu yerda mana ikkinchi, uchinchi tochkasi bilan bozor yana ozgina pastga tushishi mumkin yoki shuni o'zidan mana tepaga qarab yurib ketsa ham bo'ladi. Buni mana ikkinchi tochka, uchinchi tochka desa ham bo'ladi. Ko'rib turganinglardek, xuddi shu tariqa sizlar ham analiz qilishinglar mumkin. Bozorni yaqinlashtirsak, ko'rib turganinglardek oxirgi soniyalarda bozor bizga minusga qarab ketyapti. Yaqinlashtirsak, сделкamiz yopilishiga 20 sekund qoldi va hozir biz bozorni yaqinroqdan ko'rishimiz kerak. Kelinglar 15 sekundlik switchaga qaytamiz. Bu yerda bozorni yaqinlashtirsak, сделкamiz yopilishiga 10 soniya qoldi. Menimcha oxirgi soniyalarda bozor bizga plusga yopilib beradi. Mana aytib o'tgandek, babi bozor tepaga yurib ketdi, chunki tepaga yurib ketadigan tochkadan biz сделкаga kirgandik. Ikkala сделкamiz ham bizga plusga yopildi. Ko'rib turganinglardek $9 dan общий $18 biz foydaga chiqdik. Yana bozorni uzoqlashtiramiz, yana uzoqroqdan biz analiz qilsak bo'ladi. Yana bir marta biz tepaga qarab сделка ochishimiz mumkin. Kelinglar, endi biz 2 minutlik emas, 3 minutlik сделкаlardan ikkita tepaga qarab ochamiz. Chunki bu switchamiz ham bizga 100% yashilga yopilib berish kerak, ya'ni bozor tepaga yurib berish kerak. Demak, 15 minutlik switchada ko'rdik, 10 minutlikda ham bitta ko'raveramiz. Ko'rib turganinglardek, bozor tepaga qarab ketyapti. 5 minutlik o'tkazsak ham mana bu yerda uje teyapti mana shu trendimizga va yana bozor sekin tepaga qarab harakatlanib ketyapti. Soyalari katta bo'lyapti, lekin bunaqa katta soya berayotganda ham ishlashni tavsiya etmayman. Bu yerda volatilность katta bo'ladi, tez atkat bo'lib ketishi mumkin. Kelinglar, bu сделкamiz yopilguncha boshqa valyutniy paralarni ko'ramiz. Mana bu yerda ham ko'rishinglar mumkin, повышающий trend bor, bozor tepaga qarab ketyapti. Hozir bu yerda kichkina atkat bo'ladi, keyin yana o'zini trendini davom ettirib ketishi mumkin. Kelinglar, boshqa valyutniy paraga o'tib ko'ramiz. Bu yerda mana понижающий trend bor. Kelinglar, biz 10 minutlik, 15 minutlik time frame ga qo'yib bozorni analiz qilishga harakat qilamiz. Demak, ko'rib turganinglardek понижающий trend bor. Bu yerda ham biz pastga qarab сделкаga kirsak bo'ladi, lekin bu uzun soya bilan yana o'zi qoldirishi mumkin. Kelinglar, yana biz boshqa valyutniy paralarni ko'ramiz. Mana bu yerda ko'rib turganinglardek bozor pastga ham tushib keta olmayapti, tepaga ham chiqib keta olmayapti. Demak, bozorni sal yaqinlashtiramiz. 5 minutlik time frame ga qo'ysak, bu yerda ham mana kichkinagina понижающий trend bor. Bu yerda yana sizlar pastga qarab сделка ochsak bo'ladi, ya'ni biz сделка ochsak bo'ladi. Buni yaqinlashtirsak, ko'rib turganinglardek сделкamiz yaxshigina impuls bilan tepaga yurib bergan. Kelinglar, yaqinroqdan ko'ramiz. 15 sekundlik switchaga olsak, ko'rib turganinglardek yaxshi tochkada biz сделкаga kirib oldik. Mana soyasida сделкаga kirganmiz va bozor sekin-sekin tepaga qarab yurib ketyapti.
1 minutli, 15 sekundli, 10 sekundli, 5 sekundli сделкаларga ham kirsanglar bo'ladi. Undan keyin sizlarga qanaqa qilib analiz qilish kerak, qanaqa tochkalarda bozorga kirish kerak, ularni sekin-sekin kanalimizda ko'rsatib boraman. O'shaning uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Har xil strategiya, taktikalarni bizning kanalimizdan kuzatib borishinglar mumkin. Mana hozir sizlar bilan birgalikda ikkita сделка ochib $18 daromad qilgan bo'lsak, yana ikkita сделка ochdik. Bu сделкamiz tugashiga ham ozgina qoldi. 1 daqiqa qoldi. Bu ham yopilsa $18 ishlaymiz. Shunda общий $18dan $36 4 ta dona сделкani o'zidan ishlagan bo'lamiz. Xuddi shu tariqa sizlar ham analiz qilsanglar bo'ladi. Balansimiz ko'rib turganingizdek unaqa katta masada videoni boshida $291 bor edi va hozir общий itogi qancha foydaga chiqqanimizni sizlar bilan birgalikda videoni oxirida, ya'ni mana foydamizni olganimizdan keyin hisoblab ko'ramiz. Demak, bozor yaqinlashtiramiz. Сделкamiz yopilishiga 30 soniya qoldi. Biz videoni tezlashtirib natijani kuzatamiz. Mana ko'rib turganingizdek сделкamiz yopilishiga 3 soniya qoldi. Bu сделкamiz bizga 100% lik foydaga yopiladi. Bittasi, mana ikkinchisi ham уже galchka bilan bizga foydamizni olib keldi. Endi sekin bozor tepaga qarab ketyapti. Ko'rib turganingizdek balansimizda $328 bo'ldi. Sizlar bilan birgalikda aytib o'tganimdek 4 ta сделка ochib biz $36 sof foyda qildik. Bu 400 ming, 400 mingdan oshiqroq pul bo'ladi. Aytib o'tganimdek xuddi shunaqa strategiya, taktikalar qanaqa qilib analiz qilish kerak, nimalarga e'tibor berish kerak, shular haqida to'liqroq ma'lumot bilmoqchi bo'lsanglar, bizani YouTube va Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Har xil indikatorlar, taktikalarni ko'rsatib boramiz. Bugun sizlarga katta time framelarda, kattaroq minutlikda сделка ochib pul ishlashni ko'rsatib o'tdim. Bu mana eng xavfsizi va foyda olishinglar kattaroq bo'lgan, kattaroq foiz bo'lgan yo'nalishni aytdim. Ya'ni katta time framega qo'yib, kattaroq minutkada ishlasanglar, sizlar bozorni yaxshiroq analiz qilib, yaxshiroq pullar ishlashinglar mumkin. Ya'ni bozorni yaqqol ko'rishinglar mumkin. Demak, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizani qo'llab-quvvatlayverasizlar degan umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.